Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımısınızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur qurultayı tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi İftixar Abdurashid. Ben riyasətçi Zümrət Ay Erkin. Bugün seyşembe. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızdan təfsilatı bolsun. Dünya Uyghur Qurultayı, Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşu ve Eli Veysel İnsani Fondi Cemiyeti'nin birlikte uyuşturuşu bilen bu yıl 4. ayının 17. günüden 18. günügacha New York'ta çağırıldığan endiş qo'zg'ayotgan Uyghur irqiy qirg'inchiligi, Uyghur krizisi namlıq zor tipdagi xalqarалық muhokama yig'inining tayyorlik xizmatlari asos jihatdan tamomlandi. Dünya Uyghur Qurultayı Merkezi ishxonasining stansimizga bildirishicha 17 aprel New York vaqti etigen 8'da başlandıgan ve 2 gün davam kıldıgan mezkur xalqarалық muhokama yig'inida dunyoning har qaysi ellaridan taklif qilingan siyosiy erboblar, diplomatlar, qonunshunoslar, tadqiqotchi va olimlar, xalqarалық kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, musulmon, Yahudi, Hristiyan cemaatlarının liderleri, Uyghur siyasi faaliyetçiler, tədqiqatçılar ve lager şahitlerden bulup 100'den artıq kişiye tövendeki bölümler boyunca muhakeme ve analiz edip barıdı. 1. bölüm. Hem de asla tekrarlanmaydı. Uyghur irqi qırgınçılığı, Yahudi çoğun qırgınçılığından elindiğen savaklar. 2. bölüm. Uyghur milli kimlikini qoğdaş cihatte Yahudi diasporasının tecrübelerden ögünüş. 3. bölüm. Dereceden aşkan caza lagerleri, mecbur assimilasiya qilish siyosati va Xitoyning mustamlik tusini olgan yataqliq maktabları. 4. bölüm. Hayat qolganlarning ovozi, Uyghur ayollari, irqiy qirg'inchilik va diasporadagi Uyg'urlarning qarshilik harakatlarini qo'llash. 5. bölüm. Yoshurun tehditlarni o'ttirg'i chiqarish. Xitoyning ko'zitish texnikasi va chegara halqıgan bostirish siyosatida chet elga uzangan qora qo'li. 6. bölüm. Xitoyning suiqasdini buzish, Uyghur irqiy qirg'inchilik uchun silinayotgan mablag'lar va qo'llanayotgan iqtisodiy kuch. 7. bölüm. TikTok, ijtimoiy aloqa vositalari va Xitoy Kommunistik partiyasining uchurlarini qamal qilish urinishi. 8. bölüm. Dinlararo yumaloq ustal yig'ini. Xitoyning jinoiy qilmishlarga sherik bo'lishini to'sib qilish, hayot qolganlarga madad berish uchun umumiy harakat qo'zg'ash. Yuqorqi temalar bo'yicha elib berilgan muhokama yig'inida chet elliklar va Uyg'urlardan bo'lib jami 50 nafardan ortiq kishi o'zining qarashlarini o'tirib qo'yib o'tdi. 2 kunlik yig'in jarayonida yig'inni tashkil etgan Dünya Uyghur Qurultayı, Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşu ve Eli Veysel İnsani Fondi Cemiyeti nomidan New York'ning shahar markazidagi e'lon nuqtalarida va New York'dagi mashhur davr maydoni cho'ng ekranida Uyg'urlar tanishtirilgan va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi namoyon qilingan maxsus e'lonlar berildi. G'arb davlatlarini asos qilgan bir qism ellarning BDT'dagi doimiy elchilari bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qandoq to'sib qilishni asos tem qilgan holda suhbatlar uyushtirildi. Bu qatimqi xalqarалық muhokama yig'inining sponsorligini ustiga olgan markazi New Yorkdagi Eli Veysel Insani Fondi Cemiyeti bo'lsa, 2. dunyo urushi mezgilidagi natsist lagerlarda hayot qolgan Nobel tinchlik mukofotining sohibi Eli Veysel va xonimi tarafidan 1986 yılı qurilgan dunyodagi nopozliq fondi cemiyetlarining biri bo'lib, mazkur jamiyat Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan xalqaro jamoatchilik tarafidan dunyo insonlarga berilgan irqiy qirg'inchilik asla takrorlanmaydi degan va'dasining haqiqiy yo'sinda amalga erishish uchun kurash qilib keldi. 1945 yili bu va'da berilib, oradan 70 necha yil o'tgandan keyingi bugungi kunda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining o'ttirg'i chiqishi Yahudi jamoatlarini dahshatga tushirgan. Ularga 2. dunyo urushi mezgilidagi dahshatlik va ichinishli tragediyalarni qayta eslatgan. Shu sababdan har qaysi ellardagi Yahudi tashkilotlari Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi umumyuzlik harakat boshlagan edi. Eli Veysel Insani Fondi Cemiyetining bu qatimqi xalqarалық yig'inning to'liq sponsorligini tashabbuskorlik bilan o'z ichiga olishi va Dünya Uyghur Qurultayı bilan yaqin hamkorlik munosabati o'rnatishimi Yahudi jamoatining Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshligi va qo'llashining bevosita namoyandasi edi. Amerikaning BDT'da turishliq bosh elchisi Linda Thomas Greenfield xonim o'tgan hafta BDT'da Sudan o'z ichiga olgan afrikalik musulmonlarga bergan iftorda Uyg'ur musulmonlarining intayin azobli vaqtlarni beshidan kechirayotganligini tilga olgan. Linda Thomas Greenfieldning bu ogohlantirishi Xitoy hukumati arab ellaridagi siyosiy partiyalarni, Afrika davlatlarini, musulmon ellar va ba'zi taraqqiy qilayotgan davlatlarning diplomat, jurnalist va ommaviy tashkilot vakillarini Sharq Turkistonda planliq ziyoratga o'rinlashtirib, dunyoga, bo'libmi musulmon dunyosiga Uyg'urlarning yaxshi yashayotganligi, diniy e'tiqodiga hurmat qilinayotganligini ko'rsatishga tirishayotgan payti o'tirib qo'yilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining to'g'rida bildirilishicha, Linda Thomas Greenfield 28 mart kuni afrikalik musulmonlarga bergan iftorlikdagi so'zda mundaq degan:
Biz har qaysi joylardagi musulmonlar uchun hurmat va qayta yangilanish iyi bo'lgan muqaddas Ramazon oyida bir yerga jam bo'lmoqdamiz. Lekin bu Ramazon oyi dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar uchun, jumladan Afg'oniston, Suriya, Sharq Turkiston, Berma va Gazadagi musulmonlar uchun, shundaqla biz bugun so'zni qilayotgan Sudan uchun intayin azobli bir Ramazon oyi bo'lmoqda. Linda Thomas Greenfield 30 mart Amerika ijtimoiy aloqa supsi X-dik uçurdimi, Sharq Turkistonni o'z ichiga olgan ba'zi davlat va rayonlardagi millionlagan oilalarning ro'za tutib iftor qilish uchun tamoqsiz qilayotganligi, duo tilovat qilish uchun xotirjam bir joyga erisha olmayotganligi va taying'idagi yaqinlarining yo'qligini bildirgan. Xitoy hukumati va Xitoy hukumat taratqullarining Sharq Turkistonda bu yillik Chag'on bayrami, Panus va Tavuz chag'onlarining keng ko'lamli tashviq qilib, Ramazon oyini tilg'im ilib qo'ymaganligi qayd qilinmoqda. İkinci ayının birinci günü Amerika Xitay Raqabati alaydı komiteti reisi Mike Gallagher Amerika Davlat Meclisining atganlik ziyofatiga qatnashganda qilgan so'zida Kommunist Xitoyning razil moyitini tilga ilib mundaq degan: "Necha 10 yildan buyon Xitoy kommunistlari kishilarning xudoga bo'lgan e'tiqodini vayron qilishga kuchayib keldi. Ko'p sonli e'tiqodchilarni turmaga qamab qiynadi. Ular yana millionlagan Uyg'urlar va boshqa e'tiqodchi ommani atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga soladi. Ular yana Xinjiangda irqiy qirg'inchilik ilib beryotdi. Milleti ve dini ayrım bolgan kişilerini bundaq zor kölemde qamaş, Yahudi çoğun qırgınçılıqıdan buyan ilip berilgan en çoğun cinayettir." Mike Gallagher sözde yana Xitay Kompartiyasi baş sekretari Xi Jinpingning dinlarni xitoychilashtirish siyosati yurgizayotganligini, mohiyatda buning o'xshashla dinlarni yo'qotish harakati ekanligini, kommunizmning aslida insoniyatga dushman, shaytoniy e'tiqod ekanligini o'tirib qo'yib, "Men o'ylaymanki, kommunizm dinning dushmanidir. Kommunistlar hammaga hukmron bo'lishni, kollektivning kuch orqali shaxsiy erkinlikni, Xudoning bandasi bo'lgan har kimning izzat g'ururini yo'q qilishni nishon qiladi" degan. Mike Gallagherning so'z bo'yicha bo'lganda, kommunizm barliq dinlarga dushmanlik qiladigan shaytonning dinidir. Xitoy Kompartiyasining butun dunyoga o'z ta'sirini kengaytirishni ham xayol qilishi, Xi Jinpingning o'z ideyasini partiya a'zolariga yetakchi qilishi va ularni o'ziga Xudoga cho'qindirgandek cho'qindirishi shuning jumlasidandir. Hürmetli görürmenler, tövende diktimlarga kündəlik xəbərlər proqramımızdan təfsilatını sunduk. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Jungle.